Assalomu alaykum Penablok Xorazm kanalining obunachilari. Bugun 14 aprel 2025-yil. Navbatdagi dastlabkamizni yuklab turibmiz. Xudo xolasa Shallovka energiya poyezdi 300 dona yuklab turibmiz hozir 16 ming so'mlikdan. Keyingi dastlabkamiz Shixa 500 dona. Ya ikki joyda dedim-ku. Shuni hozir navbatdagini yuboramiz. Buni hozir yuklab bo'lsinlar. Xudo xolasa ozgina qoldi. Keyin bu yuqoridagilari bu yerda 300 dona bor. Bu yerda 300 dona bor. Yuqorida buni yuklasalar kuru bloklar. Buni yuklangandan keyin ana pastdan yuqorilardan olib yuboramiz. Bir de endi qarang, o'tgan videolarda ko'rsatdim. Bir de blok to'ladi. Shixa bir resi verdim. Keyin İBAN'da yana bir joya 150 dona, yana 150 dona yubordim. Bir de banisi yana, durjman banisi yana. Shundan qolgan endi 500 dona amallab Shixa yuboramiz hozir. 16 ming so'mlikdan 300 dona zakaz tushadi. Hozir shuni yuklab yuborsak 16 ming so'mlik blokimiz oyda bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 dona oyda bor. Böyle nene zakası, boğatın zakası kalan 700 dona getadi dediler. Latokdan 200 dona getadi dediler. 800-900 dona. Bularni bitiramiz. Latokimiz işi bor hozir. Endi latokimizni ham bitirib tashimiz uni. Xullas hali ishi endi boshlatdilar. Birinchi xatoni terdilar. Bitiramiz ular ham. Keyin 16 ming so'mlik blokimizdan bir anda 14 ming so'mlik blokimiz hozir buni hozir arayanda 300 dona yuqoridan yuklasalar 400 500 200 donani için üstünden o arayan baş taraftan 200 donanın evvelimiz üstleri kurugayna 500 dona yuvaramiz. Keyin daşı yana tiler kuru veradi. Neden? 16 ming so'mlikdan 1800 dona zakaz tushgan dedim-ku. Uni chiqarib bo'lsak, uni chiqarsak xudo xolasa, bugun yana zakaz olib qoldim. 1000 dona zakaz 16 ming so'mlikdan. Uni dashi davom ettirib beramiz. Hozir ishining dastlabkilar bo'lib turibdi. Toza görüp oturganlar dikkatine bloklarımızı tushuntirib o'tamiz. Bu ko'rgan bloklarimiz 16 ming so'm. Farqi nima desangizlar, ularni tushuntirib o'taman. Razmerlarga keladigan bo'lsak 30 ga 20 60 razmer gipsa blokimiz 16 ming so'm. 40 kiloluk gipsdan chiqadi. 40 kiloluk gipsda 3 dona chiqadi. Arkasında 2 kilodan sement bor buning. 2 kilo sementdan bor. Endi menga keladigan bo'lsak 14 ming so'mlik blokimiz. 14 ming so'mlik blokimiz. 14 ming so'mlik blokimiz. Bulam 40 kilo gipsdan chiqadi, lekin arkasında 1 kilo sementdan bor. 14 ming so'm kelishilardan, ana u 16 ming so'm ulam kelishilardan. Bu blokları bilasiz. Evet, videolarda samarez urib ko'rsatganman 50 kiloluk sementi götürgen. Latokumuza geladi olsak, Sesma 30'a 20 60 razmer, bahası 14 ming so'm kelishilardan. Keyin bu yerda prigartkamiz bor. Prigartkamiz 30'a 60 12. Prigartka 12. 9 ming so'm dastlabki kelishilardan bular ham. Yine prigartkalar bor. Bu yerda bor. Ana bu yerda bor. Prigartkamiz bir doladi, öyle yetti. Endi kolonnamiz ham bor. Kolonna degani yine bu joying mushu bo'ladi-ku. Joy mushu. Joy mushuna 4 tane motor koyup kuyladan joy. Yine iş var şu. Bulam 14 ming so'm, bulam kelishilardan 20 şurada kvadratni döşük bo'ladi. Kuyu veriladi. İbalayna İbala ponni kalonlayna. Bir de bir 60 tane kalonla bak. Demek
Düşünerli oldu bahaları. Edrisimiz. Uruşmalar hani? Ha, söküşüp, ha. Söküşmeyle uruşmalar hani? Videosu imkatı bitmiş. Yine bir de yine bu blokları görgenizden yankı sılık, yeraksız bloklar memlekette. Bular kaladı. Bunları evdeki videolardan aytkanman üçün deseniz bu yoğartı, ul yoğartı o ham arzarak satıp vereriniz. Gap yok. Keyin bu 14 ming so'mlik blokumuzdan ayttık. Gipsimizdan bir 2 günlük gipsimiz kaldı. 2 günden keyin ve 1 günden tamam bo'ladi bular. Ob-havomuz bulut. O'tgan günü yağmur yağdı. Biraz bloklarımız nem oldu, çözüldü, kuruşu. En az 2 günlükte ob-havomuz yaxshi oldu. İyi hazır indi yağmur sepelet tuttu meze. Şunun için bana tezroq uzatıp bereli yerler küçük kaldı. Bana ucu davunu geçiş gerekiyordu bu, lakin işi yağmur sebepli de çözülüp kaldı. Mama kaldırarak urup yattı. Ne Mezil Xorazm viloyati Tuproqqa tumani Durujba shahrida joylashgan. Bu yandan kelsangiz Maxdekor, ne Artel, Tekstil, Cem zavoddan gelesiz. Hazarasıdan gelishingiz Central Yo'l. Gelesiz 10 qo'lingizda yine 10 qo'lingizda mo'ka bor. Mo'kadan o'tib kelasiz. 10 qo'lingizda yine Revoltech 2 etajli arkasında bizlere seximiz bo'ladi. 10 qo'lingiz, chap qo'lingizda yine Durujbaning Banisa yo'li. Durujban sentrinde gelişte chap qo'lingizda bo'ladi. 10 qo'lingizda Banisa yo'li bo'ladi. Ishida 2 dom bor, toza dom. Shuni orientir olib kelasiz. Pastdagi nomerlar WhatsApp, Telegram, Imo ishlab turadi. Xudo xolasa bemalol murojaat etishingiz mumkin. İşleydi xudo xolasa. Gelip bemalol mahsulotlaring sifatini ko'rib baho berishingiz mumkin. Kelgan odam xudoga shukr xohlab görüp alıp ketib bitdi. Diğer kanalları, razmirleri hammasi joyinda. Yine günde dastlabkamiz bor. Günde dastlabkamiz 5 tonnalık Isuzu 53 ulas blokumuz kalmadı. Bulam yiyeli, Aryandaki hem yiyeli, ucu ibla gitti, bulam gitedi, pestekler hem gitedi. Ucu klientimiz köp. Lakin reklama çıkarışımız gerek. Aytganning bundan 1800 dona bir zakaz, bir joy, 1000 dona bir gün geldi, 16 ming so'm u zakaz. Tuproqqa sapqo'za Hazarasda ona. Xudo xolasa bo'ladi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşürüz. Gap so'zlar bo'ladigan bo'lsa, описаниеda.